Uchinchi ko'zingiz ochiqmi? Hozir buni sinab ko'ramiz. Oldingizdagi 5 ta odamdan bittasi sizga qayrilib qaraydi. Savol: qaysi biri? O'ylanmang, his qiling. 3, 2, 1. Agarda to'g'ri topgan bo'lsangiz, o'zingizga 1 ball qo'ying. Oldingizdagi qutilardan birida qimmatbaho taqinchoq bor. Qaysi birida? O'ylanmang, his qiling. 3, 2, 1. Agarda to'g'ri topgan bo'lsangiz, o'zingizga yana 1 ball qo'ying. Oldingizdagi idishlardan birida desert yashiringan. Savol: qaysi birida? O'ylanmang, his qiling. 3, 2, 1. Agarda to'g'ri topgan bo'lsangiz, natijalar video ostida. Obuna bo'lishni unutmang.